Bitta narsa tushuntirib beraman oyijonlar. Mana shunaqa qorini biroz kattaroq homiladorlarimiz endi yaqindan olayotganimga juda ham katta ko'rinyapti. Lekin bitta narsa. Mana bu homiladorim ham kelyaptilar, juda ham xavotirdaman Zulayho opa. Sizga bir ikkita iltimoslarim bor. Shulardan bittasi simfizitni ko'rib bering deyaptilar. Ko'rsam simfizitlari unaqangi yo'q. Oyoqlarini qimirlatganimizda ham og'riqlari yo'q. Sizlarga bitta tavsiya bermoqchiman. Qorni shunaqa katta bo'lgan yoki qorni katta bo'lmasa ham 30 haftalikdan keyin iltimos bandaj taqinglar. Mana bu bolani og'irligi, o'zinglarni gavdalarning aksariyat qismi qorinda bo'ladi. Mana shu hamma og'irlik mana shu yerdagi simfiz suyagini ustiga tushadi va u ochilib ketib sizlarga og'riq azoblar beradi. Sizlar bandaj taqsanglar, shu og'irlikka hammasi belga o'tadi. Bandaj belga uzatadi hamma og'irlikka. Faqat belinglarga, beldagi umurtqalar kuchli bo'lganligi uchun bemalol ko'taradi bu og'irlikni.